Mirobod tumani Furqat mahallasida 2026-yil Obod mahalla dasturga tushdi. Dastur davomida eski bolalar maydonchalari zamonaviy bolalar maydonchalariga o'zgartiriladi. Qariyalar uchun o'tirish maskanlari, dam olish maskanlari va favvoralar tashkil etiladi. Yana qo'shimcha obodonlashtirish ishlari, yangi sug'orish tizimlari va quvurlarni yer ostiga ko'chiramiz va mahallamizni zamonaviy ko'rinishga olib kelamiz. Men Mirobod tumani Furqat mahalla fuqarolar yig'ini raisiman Salohiddin Anarbayevich. Mana mahallamizga kelgan to'ydan biz hammamiz xursandmiz. Mana mahalla a'zolarimiz mahallamizga mana Ta'limmarjon ko'chasi, Eski Sarakul ko'chalari oralig'ida mana favvoralar, bolalar maydonchasi qurilyapti. Bular hammasi xalqimizni, yurtimizni, mana shu yerda yashaydigan fuqarolarimizni xursand qiladi. Bular hammasi shundan xursand. Biz doimo shu prezidentimizning olib borayotgan siyosatidan rozimiz, xursandmiz. Biz uni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Mahallamiz Obod mahalla dasturiga kirgandan juda xursandmiz. Mana bu mahallada ko'p yillardan beri birga yashayotgan bo'lsak, bu reja anchadan beri amalga oshmay turgan edi. Mana shu kunlarda ta'mirlash ishlari boshlandi. Bolalar maydonchasi, favvoralar, bizga o'xshagan keksalar, yosh bolalar, ishdan horib kelgan farzandlarimiz uchun qulay imkoniyatlar. Bunday imkoniyatlar uchun biz juda ham katta minnatdorligimizni bildiramiz mutasaddi tashkilotlarga. Mahallamiz mana Jonkuya raislari boshchiligida qolaversa, shahar hokimligi, obodonlashtirish bo'limlari barchaga minnatdorligimizni bildiramiz. Natija yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yurtimiz bundan-da gullab yashaydi, mahallalarimiz obod bo'ladi. Biz obod va ozod vatanda mazza qilib yashaymiz. Bizni bolalar o'yingohimiz juda ham aholi ko'p joylashgan. Ayniqsa bolalar juda ko'p o'ynaydi kech bo'lganda, ertalablar. Ayniqsa ko'lmaklar hosil bo'lganida bolalar ko'p o'ynagani. Juda ham kech bo'lganda odamlar gavjum sayrga chiqishadi. Foydalanish holatidan chiqib qolgan edi. Hozirgi kunda albatta shu kunlarga yetkazganiga shukr, prezidentimizga rahmat. Yangilanish holatiga kelib qolgan edi. Farzandlarimiz uchun yaratilayotgan sharoitlardan xursandmiz. Rahmat yurtboshimizga. Kechdan beri navaram, bitta navaram xursandki, biz ham yangi bo'lar ekandir. Haqiqatan bir ich achinarli holga kelib qoluvdi, to'g'risini aytaman. Ancha yildan turganim uchun bilaman. Nimalar silib ketgan, chanoqib ketgan edi. Hani bolalar urib oladi, peshonalaridan qonyapti, lavlari yirtilib boshlab turadi. Ish bo'zdirib boshqa qurib berar ekan degandan beri hammamiz xursandmiz. Kecha kunduz duo qilyapmiz. Ishlar rivojini bersin. Allohim hammalarni qo'llab-quvvatlasin. Sog'lik, salomat, yaxshi kunlarda ko'rishib, chiroyli bo'lib bilsin, duolar qilib, mahallamiz go'zal bo'lib yuraversin. Ilohim umrlar ziyoda bo'lsin, hammaga rahmat.